وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Qur'on va biz nomli programmamizning navbatdagi sonida ular muhtoj turuqliq o'zining manfaatidan boshqalarning manfaatini üstün biludi degan oyat ustida to'xtalamiz. Alloh taolo sura Hashrninki 9-oyatida bunday deydi: "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sadaqallohul azim. Tercümesi ular başqalarının menfaatini özünün menfaatidan üstün biladi. Kimki özünün nefsinin baxilliqidan saqlanadi ekan, ana aşular qazanğıçlardır deydi Allah. Hakikaten günümüzde şu sen ziyan tat, men paydalay, sen öl, men yaşay deydiğen bir fikir bilen kitip berwatıdı köpünce insanlar. Elbette biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin ki bu sıfatını özleştiği vaktimizde imanın lezzetini tetalayımız. Mana bu başkalarının menfaatinin, özünün menfaatinin başkalarının menfaatini üstün bölüş qarindoshlikning ve sahiylikning ve mu'minlikning en yüksek tarafi. Elbette biz bu ayet-i kerimni texim chunqur tushunish uchun şu başkalarının menfaatini a'la biladiganligiga sahabalarning o'zining menfaatidan başkalarının menfaatini a'la bilib yashaganligiga bir 3 tane örnek misal keltirsek texim bu ayet-i kerimni yaxshi tushunamiz. Bu ayet-i kerimning sababi nuzuliga alaqadar mufassirlar bir qancha voqealikni bayon qilgan. Shu voqealikning biri bir kun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga Madinadagi vaqtida biraylan keldi, mehmon bo'lib. Payg'ambar alayhisolatu vasallam darhol o'zining ayollarining yoniga odam o'tdi. Bir o'ydagidek bir narsa bormi yo'qmi surishti qilib, buni kechki tamoqda mehmon qilmoqchi bo'lib. Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki afsus hamma ayollarining uydan kelgan xabar, uyda bu ichadigan suvdan boshqa hech narsa yo'q degan xabar keldi. Shundan payg'ambar alayhisolatu vasallam bir o'ltirgan masjid o'ltirgan sahabening ichidan birasining uyida bir ziyofat qildik, bu narsa chiqmas ajab emas deb masjidlarkinde jamoatning o'tirsizlar aytdi. Bugun akşam ma kishini kim o'zining uyiga olib mehmon qiladi deydi. Shundan bir sahabi ya Rasululloh men mehmon qilay deb uyga olib uyga borgandan keyin o sahabi o'zining ayolidan so'raydi. Bugun uyda bir yemek binasi bormi? Payg'ambar alayhisolamning bu mehmini ep geldim, yaxshi kutishimiz kerak degan ekan. O ayol aytdi, bugun faqat uyimizda shu siz va menga va bolalarimga yetkazak tamoq bor edi deydi. O sahabe aytdi, unda olsa sen bolalarini bir qanday qilib uxlatqizgin, tamoqni bermay. Sen bu tamoqni tayyorlagandan keyin chirog'ni o'ng'ishagan bo'lib, chirog'ni o'chirib etgan, bizim do'stqanda o'ltirayli, biz go'yo tamoqni yegandek qiyofatda o'ltirayli, og'zimizni bir ovoz chiqarib tamoqdan yeganning shapsini chiqarib o'ltirayli. Meymenimiz tuyunsun deydi. Bular mushunda degandek mushunda akşamni o'tkazdi. Etdiganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam borgan ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o sahabedin "Ya Allah, bugun kechidan sizlar nima ish qildinglar? Bu sizlardan Allah shunda rozi bo'lib ketdi, shunda xursand bo'lib ketdi" degan. Bu sahabe bu voqealikni deb berdi. Biz ochayotdik bolalarimiz bilan. Bu o'zlari aytgan bu mehmonni biz to'yg'izdik deydi. Mana bu agar sahih hadislerde kelgen bir qancha ishonchli odamlarning bizga yetib kelgan bir xabar bo'lmasa, bu aqlimiz ko'tarilmaydigan darajada bu mubolag'adek tuyuladi. Ammo bu haqiqat rost bo'lgan voqea. Yana buningdan ham ta'sirli bo'lgani sahabe kiramlar Makkaning mushriklari ular aziyatlarni qilib turli besimlarni qilgandan keyin Allohning kelimasini ustun qilish uchun bular Makka Madinaga hijrat qilib boradi. Bütün hayotni topgan iqtisodning hammasi Makkada qoladi. Ba'zi iqtisodiy mushriklar tarafidan musodir qilinib o'tadi. Bu da Madinaga borgandan keyin ajoyib qiyinchiliklarni beshidan ko'chirdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisolatu vasallam ularning qiyinchiliklaridan bir oz olsa yengiltish uchun ansarlar bilan muhojir
sahabelarning o'tirisini qarindosh qilib qo'ydi. Abdurrahman ibn Övb degan bir sahabe bilan Sa'd ibn Rabi degan ansari bir sahabening o'tirisini qarindosh qildi payg'ambar alayhisalom, ikkisini do'st qilib qo'ydi. Shuning bilan o Sa'd degan sahabe Abdurrahman ibn Övb aytdi: "Sen bilirsen men Madinadagi insonlarningki sahabening ichida eng men beye, mening butun barliq melimning hammasini yerimi bugundan e'tiboran sana berib etdim. Mening ikki ayolim bor. İki ayolimni sen ko'rib, qaysisi sana yaragan bo'lsa, men shuni talig'ini beray, idis bitgandan keyin sana nikolab qo'yay" degandan keyin Abdurrahman ibn Övb roziyallohu anhu ta'sirini yig'lab ketib, "Menga sening melingmi kerak emas, ayolingmi kerak emas, menga bir bozorni ko'rsatib qo'ygan. Men berib o'zim halol tirikchilik qilaman" deb bozorni ko'rsatib qo'yishni aytdi. Shuning bilan Qaynuqa degan bozorni ko'rsatib qo'yganki, bu bozor tijorat qilib keyin o sahabening aytib beyib ketganligini, ansarlik bir qizga uylanganlik voqealikda so'zlanadi. Yani demek öz vaqtida İslamdan burun özünün menfaatini de birbirinden uruşkan, cidelleşken bir sahabenin adamını hayran kaldırdığı derecede bütün iktisadini yerini bilip berdiğan, hatta özünün ayalını talak qilib halal bolsa nikolab qo'yadigan. Buni insonning aqli tasavvur qilolmaydigan derecedeki bir qarindoshlik. Man buladim nefsi ba, buladim g'urur ba, vijdon ba, ammo buladim bu haloq ekilgan narsa iman, ahiretki bo'lgan ishonch, jannatning noz ne'matlari bularni mana mushunda jahiliyat davridagi bir kichikna manfaatida bir-birini o'ltirishadigan mushunda holatdan boshqalarning manfaatini o'zining manfaatidan ustun ko'radigan holatlarga kelgan. Mana bu qissalar bizni haqiqatan hayron qoldirdi. Hammaylar bizning bu mushu qissalarni o'rnak elib, o'zimizni munda isloh qilib, o'zimizning manfaatidan voz kechishimizga to'g'ri keladi. Agar mushunda bo'lmaydi ekan, bizdagi iymon yolg'on bo'lgan bo'ladi. Mana bu qissalar, mana bu oyat kerimdagi bu voqealiklar hammaylar biz o'zimizning iymonini da'vo qilamiz. Bizning iymonimizning qanchalik ekanligini, iymonimizning qanchalik rostlik ekanligimizni bir diagnoz qo'yadigan, bir o'lchaydigan o'lcham ham bo'ladi. Har odamning iymoni o'ziga ayon. Qachon o'zining manfaatidan voz kechalganda, boshqalarning manfaatini ustun bo'lganda hamanda iymon bor ekan deb bilsa bo'ladi. Ammo bugungi kunda ilg'om manfaat ekan ba'zi qarindoshlarimizninki qilgan ishlar odamni nayte bir aram qiladi. Bir suratlarga tushish uchun bo'lsin, pish qadamlarni bo'lsa ittirib yutib oldiga chiqib o'zini ko'rsatish uchun qilayotgan, shuhratparastlik qilayotgan, manfaatparastlik qilayotgan buning bilan inson ko'zga nishonlarga yetolmaydi, dunyoda dushmanning ustidan g'alaba qilolmaydi, bo'lib oxiratda Allohning rahmati jannatga erishib olmaydi. Bu qissadan yana bir Ayşe radhiyallohu anha anamizning bir örnek. Bu yerda o'zining manfaatini boshqalarning manfaatini ustun ko'rishga. Ayşe radhiyallohu anha anamizningki payg'ambar islomga bo'lgan muhabbati, sevgisi meylanga sirimiz kerak. Albatta payg'ambar islomni shunday yaxshi ko'ratdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ayşe radhiyallohu anha anamizni shunda jannatni iz bilatdi, Alloh yo'lida yaxshi ko'ratdi, ham oilik muhabbati bor edi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vafat qilib ketgandan keyin Ayşe radhiyallohu anha shu Rasulullohning yanında yatqisi bor edi. Shu yerdan bir kishilik o'rin o'ziga tayyorlab qo'ygan. Bir kuni Hazreti Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu pichoq tiqilib shu qasd bilan yaralangan vaqtida Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu Ayşe radhiyallohu anha anamizning yoniga bir odam o'yatdi. Ayşe radhiyallohu anha anamizga bizning mendan salamda, ya'ni mu'minlarning amiri demagan, bu bir buyruq emas, besim bo'lib qolmasin. O'z ixtiyorida rozi bo'lib qolsa, shu Rasulullohning yanındagi o'rinni o'ziga olib qo'ygan o'rinni men o'tinib bersa, men xursand bo'lardim deb adam o'tgandan keyin Ayşe radhiyallohu anha onamiz bu xabarni anglab turib ketib, bu o'rinni men haqiqatan o'zimga tayyorlab, o'zim yataman deb tayyorlab qo'ygan edim. Madam Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu mu'minlarning amiri bu o'ringa ko'z tushgan bo'lsa, bu yerda yatqis bo'lgan bo'lsa, men o'z nafsimdan kechib bu o'rinni payg'ambarning yanındagi bu o'rinni men Umar ibn Hattabga o'tinib berdim deydi. Bu xabarni Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu yana kelgandan keyin Umar ibn Hattab bu xabarni anglab yig'lab ketdi. Ras Ayşe radhiyallohu anha men shu o'rinni o'tinib berdimi degandan keyin o'tinib berdi deganda, unda bo'lsa dafn qildigan vaqtida meni yana bir qatim so'rayotanglar deydi. Dafn qilinganda yana bir qatim so'raydi. Ayşe radhiyallohu anha anamiz yana aytdi, albatta men bu o'rinni hech qanday odamga bermaydim. Faqat Allah rızası uchun o'zimdan kechib Hazrat Umar ibn Hattabga bu o'rinni men o'tinib berdim deydi. Mana bu voqealikning hammasi bizga qarindoshlikning, insonlikning, saxovatning nimaligini ko'rsatib beradi. Iymonning darajasini bu sahobalarning munda ko'rib olaymiz.
Her qanday bir mümin Müslüman Allah'ın rahmetini, rızasını, mağfiretine erişme deydiken, özünün menfaatini, başkalarının menfaatini üstün körəligəndə haqiqi Allah'ınki rızasına erişəleydi. Bu vakalıklarda mı, texmi hayran qalarlıq bir vaka, hatta özünün cenine təqdim qilish arqılıq başkalarının cenine qutquzub qilish vakası boğan Yermuk gazatı isimiz keludi. Yermuk gazatıda Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerden 3 sahabega ok tigidi eğer yarılınıdı. Yani okuya tigib, basi qilish tigib yarılınıdı. Bu da şu can talışıvatqa vaqtda sahabının birisi, şu ok tekken sahabının birisi to'laydi. Bir itim suva mo'min qutquzib edinglar deb. Bununga sahabeler şu solunu yig'ib qo'yib, azroq su qilib, onun ağzına ekilip şu qo'yay deb turganda, o sahabeninki quluqiga ikkinchi bir tarafdan ovoz keladi. Men qutquzib edinglar suvami degan ovoz uning quluqiga chirib qoladi. Bu birinchi sahabe suni ish ko'rmaydi. Yo'q, ash ovoz chiqqan tarafga olib boringlar. Ashning hayotini qutquzinglar deb suni ish ko'rmaydi. Ikkinchi sahabening yoniga kelgandan keyin suni ekitib olsa, uchinchi tarafdan bir ovoz keladiki, men qutquzib edinglar bir yutim suvami deb, ikkinchi sahabe ham ish ko'rmaydi. Shuning bilan üçüncüsünün rapası o can üzüp ketken. Birinci sahabenin yanına yugurip ekelse, onu allaqachon can üzüp boğan. Yani bir yutun sunu bula, öz ara, birbiriga ütünüp, yani özünün hayatını bir iş arkalık başkalarının hayatını kutkuzuş yolunda, muşunda can üzügelik bir kısse, sahih hadislerden kilodu. Eğer bunu biz sahih hadislerden köymegen bolsak, bu bir xiyal, hikaye dep qalgan buluşumuz mümkün edi. Mana bu emeli, reallik, Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerinde körelgen bir ahvallar. Şuna sahabelerimiz o'xshash inson edi. Ama bu sahabelerni ulug' qilib etgan narsa, mana o'zining nafsidan, o'zining manfaatidan voz kechish, boshqalarning manfaatini o'z manfaatidan ustun ko'rish ruhi ularni tarixdagi eng ulug' shaxslarga aylantirdi. Cenab-ı Allah hammamizni mana shunda Qur'oni Karimning bu oyatiga amal qilib, shu sahabelarning ruhini o'rganib, o'zimizning manfaatidan xalqning manfaatini a'lo ko'radigan, haq yo'lida özümüzün cenidin, melidin geçerleydiğen sahabe-i kiramlardek ulug' esil insanlardan kılışkı müyessar kılsın. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.